Nigor opa, bugungi kunda jamiyatimizdagi eng ko'proq manda endi kelayotgan muammolardan bittasi bu odamlardagi o'sha og'rig'i. Bu dangasalik. Ya'ni bir ishni boshlashda qo'rquvi, qilolmasligi, ya'ni komfort zonaga tushib qolishi. Bunga yechim berishimiz uchun, ya'ni psixologik yechim berish uchun nima tavsiya qilasiz? Dangasalikdan menimcha butunlayga chiqib ketmaymiz biz. Bu bizda bor, asliyatimizda bor. Nega? Chunki inson vaqti kelganda ishlash kerak, harakat qilish kerak, vaqti kelganda dam olish kerak. Bizda oltin o'rtaliq yo'qda. Ishlasak 24 soatlab o'ylab ishlaymiz, bir ishlamasak o'ylab dam olamiz. Qachon biz dangasalik, ya'ni harakatsizlik holatiga yoki harakat qilishni istamaslik holatiga kelamiz? Qachonki mana shu oltin o'rtaliqni buzganimizda. Demak, ayni damda menda dangasalik kuzatilyaptimi? Men o'tirib olib kechagi kunimgacha bo'lgan jarayonni hech bo'lmasa 1 oylik hayotimni tahlil qilishim kerak bo'ladi. Va yana shu yerda dangasalik holati bo'yicha harakat qilib biz charchamaymiz, bilasizmi? Dangasalik holatiga kelmaymiz. Bizda miyamizda to'xtovsiz o'ylovlar, keraksiz o'ylovlar, xavotir, qo'rquv, ishonchsizlik, ayblov, birovlarning hayotida yashash, o'zini hayotida bo'lmaslik ortiqcha energiyani olib qo'yadi. Ya'ni resurs tugab qoladi. O'zimizga kerak bo'lmagan jarayonlarga biz o'zimizdagi resursni ishlatib yuboramiz. Hayotga yashash kerak deganda esa bizda quvvat qolmaydi. Mana nima uchun har zamonda inson o'zi bilan o'zi yolg'iz qolish kerak deb aytadi. Kerak bo'lsa bu har kun talab qiladi. 10 daqiqa, 5 daqiqa faqat jimjitlikda o'zini o'y xayollarini kuzatish. Demak, bizni dangasalikka olib keladigan ortiqcha harakat emas. Ya'ni ko'p ishlab qo'ydim, endi o'sha uchun dangasalik menga ketyapti. Menda shunaqa fikr edi-da. Haddan tashqari ishlab qo'ydimmi, demak, dangasalik bilan endi charchog'imni chiqaryapman deb o'ylardim. Aslida unday emas ekan. Tartibsiz o'y xayollar. Demak, tartibsiz o'y xayollarni joyiga keltirdingizmi, sizni quvvatingiz joyida qoladi-yu va har kunlik sizga belgilangan vazifani o'z joyida bajarasiz.